Devis va Roach kim haqiqiy chempion? Barchaning diqqat markazida Gervonta Tank Devis va Lamont Roach. Ammo bu jang kutganimizdek bo'ladimi? Tank favorit chempion, nokaut ustasi, lekin har bir jangda kutilmagan burilish bo'lishi mumkin. Birinchi raundlardan boshlab Roach Devisni qiyin vaziyatlarga tushirdi. Bu hali oldin Devisdan kamchilik topgan kam sonli raqiblardan biri edi. Ammo Tank hali ham Tank. Kuchli zarbalar, tezkor javoblar, har ikkisi ham osonlikcha taslim bo'lishni istamadi. Bu jang haqiqiy jang bo'ldi. Hamma kutgan nokaut bo'lmadi, lekin haqiqiy kurash bor edi. Va natija durang. Bu Devis uchun kutilmagan holat. Roach esa shubhasiz katta iz qoldirdi. Endi savol tug'iladi. Bu jangda kim aslida g'alaba qozondi? Tank Devis hali ham eng yaxshi boks ustasimi yoki Roach uni fosh qildimi? Sizningcha revansh bo'lishi kerakmi? Kim haqiqiy g'olib edi? Izohlarda fikringizni yozing.